qorin shishi, gazlar, yog'li axlat va ovqatni hazm bo'lmay chiqishi. Buni ko'rgach hamma darrov me'da osti bezidan gumon qiladi. Lekin bu bez deyarli hech qachon birinchi bo'lib xastalanmaydi. U hamisha boshqa a'zolar tufayli aziyat chekadi. Buni tushunmasangiz sababni emas, faqat oqibatni davolab yuraverasiz. Me'da osti bezi to'g'ri ishlashi uchun ikkita muhim shart bor. Birinchisi, ovqat oshqozonda me'da sharbati va kislota bilan yaxshilab ishlov berilishi kerak. Ikkinchisi, o't suyuqlik o'z vaqtida ajralib, 12 barmoqli chekda ishqoriy muhit yaratish kerak. Agar oshqozonda kislota kam bo'lsa, ovqat tayyorlanmay o'tadi. Agar o't pufagida dimlanish bo'lsa, fermentlar faollashmaydi. Oqibatda me'da osti bezi jim bo'lishiga yoki boshqa a'zolarning dangasaligini yopish uchun zo'riqib ishlashga majbur bo'ladi. Xulosa qanday? Ovqat hazm bo'lmasligi hamisha ham fermentlar aybi emas. Qorin shishi darrov ferment dorilarni ichishga signal emas. Siz me'da osti bezidan davolashni boshlasangiz, dastlabki 3 muhim bo'g'inni o'tkazib yuborasiz. Aslida nima qilish kerak? Jigarni tozalash va o't haydashni normallashtirish, oshqozon kislotaligini tiklash, ratsiondagi ovqat chiqindilarini chiqarib tashlash. Shundan keyingina me'da osti bezi o'z-o'zidan yengil va to'g'ri ishlay boshlaydi. Agar sizda ham shunday muammo bo'lsa, kommentariyada me'da so'zini yozib qoldiring.